Hop, Nurgul aka bu nechinchi o'rimga tayyor dedingiz? 6-o'rim. 6-o'rimga tayyor. 6-o'rimga tayyor. 5 marta aniq o'rib bo'ldingiz. 5 marta o'rib olib kirib bo'ldik. Bugun 6-si 18-avgust. Mana xudo xolasa 25-kuni 6-o'rimni o'rsak 25-avgustda. Keyin 20-sentyabrlarga 7-o'rim o'ramiz. 7-o'rimda o'rasiz xudo xolasa. Qachon ekilgan bu edi? 8-o'rim bu yil 3-yil. Bu Emiliano Italiyani bedasi. Ha, xudo xolasa sentyabrda 7-sini o'rsak 8-o'rimga yetib bormadi-yu, lekin undoqroq bo'ladi o'shanda. O'shanda ham undoq bo'ladi. Sizlar 2 yildan beri shu natijani olasiz. Olyapmiz yaxshi. Aka barakasi bo'lsin. Beda zo'r yaxshi. Bu Namangan viloyati Uch tumanida Nuriddin akaning dalalari. Bu yerga Emiliano beda urug'i ekilgan. Mana urug' beda 6-o'rimga tayyor. 1 2 3 deyarli 3,5-4 qarich. 5 ta o'rib, mana 6-o'rim tayyor. Bu degani bemalol bu yil 7 marta o'rishlari mumkin bedani. Bu yil xudo xolasa, mana yonidagi 8 gektarni ham mana shu bedadan ekan.